Savdoda halol bo'lish bu ham taqvoning belgisidir. Savdoda halol bo'lish, birovni haqqini yemaslik, birovga e'tiborli bo'lishlik va birovni haqqidan hazar qilmoqlik bu ham albatta taqvoning belgisidir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam kunlarning birida donli mahsulot sotayotgan insonni sahobalarning oldidan o'tdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'llarini uning qopini ichiga botirib, uning ho'lligini bilgach dedilarki, "Ey sotuvchi, bu nima qilganing?" dedilar. Shunda u dediki, "Ey Rasululloh, yomg'ir yog'gan edi. Shunda bu donlik mahsulotlarimiz ho'llanib qolgan edi" deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Odamlar ko'rishi uchun ho'lini ma'lum qilsang bo'lmaydimi? Man g'ashya falaysa minni." Kim aldasa u mendan emasdir dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam.